gunohlaring ko'payar, negadir kundan kunga yomon amallar ko'payar. Yaxshisini o'rniga gunohligin bilsang-da qilaverasan yana. Nega gunohdan o'zingni tiya olmaysan siri? Nima seni majbur qildi yana gunoh qilishga? Nima seni majbur qildi yo'lingdan adashishga? Harakat qilmaysan sira ezgu amal qilishga. Harakat qilasan har kun nafsingni qondirishga. Nafsing to'yish o'rniga yanada ochib ketgan, yana ham ko'proq gunohlar tomon seni chorlagan. O'zingda ham ayb bor, nafsing tiya olmagan. Nima qilganda hamma har xom sut emgan bandasan. Gunoh qilasan yana ortidan qilib tavba, vijdoningni oqlaysan, lekin bular vaqtincha takrorlanar ertaga. Lekin shu holat yana yaxshilanish o'rniga yomonlashar aksincha. Banda bo'lib Allohga shukr aytmaysan sira, hatto uning uchun bor olmading bir bor sajdaga. Nafsingni quli bo'lmay gar qarasang atrofga, balki o'zgararmidi munosabat hayotga. Bilasanmi do'stim, hayot mangu san emas, hech kimsa bu dunyoda abadiy yashab qolmas. Nafsiga quloq solib yashagan insonlar bu dunyoda hech qachon aslo baraka topmas. Bilasanmi bu dunyo asli kimlardan qolgan? Ularning ba'zilari iymon yo'lidan yurgan, ba'zilari esa xuddi sanga o'xshab nafslari ustun kelib unga qulga aylangan. To'g'ri, hammada bordir o'ziga yarasha nafsi, to'g'ri, hamma oddiy inson bor, hammaning gunohi. To'g'ri, ular ham nafsiga yengilgandir gohi. Axir har kimning ichida bordir bitta shaytoni. Ey do'stim, yo'lingdan hech adashma. Ey do'stim, nafsingga san qul bo'lma. O'zgartirgin hayoting yaxshi tarafga, nafsing deb kay safoga berilib ketma. Ey do'stim, yo'lingdan hech adashma. Ey do'stim, nafsingga san qul bo'lma. O'zgartirgin hayoting yaxshi tarafga, nafsing deb kay safoga berilib ketma.